بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم جماعة المسلمين bugungi suhbatimizni sarlavhasini amallarning qabul bo'lish shartlari deb nomladik. Ma'lumki, musulmon inson Alloh taologa manzur bo'ladigan va uni rozi qiladigan amallarning barchasini go'zal holatda bajarishga harakat qiladi. Solih amal iborasi Qur'oni Karimda 200 dan ortiq o'rinda va hadis-i shariflarda juda ko'p tilga olingan va bu narsaga dinimizda o'ta ahamiyat berilgan. Solih amal desa ba'zilar faqat namoz, ro'za, zakot, haj va boshqa ibodatlarni tushunadi. Solih amal degani juda ko'p narsani o'ziga qamrab oladi. Misol uchun Allohni va uni rasulini yaxshi ko'rish, qarindoshchilikni bog'lash, qo'shnichilik haqlarini ado etish, yetimlarga, faqirlarga, hatto jonzotlarga yaxshilik qilish hammasi solih amallar doirasiga kiradi. Robbimiz kalomida shu haqda quyidagicha xitob qilgan: yaxshilik yuzingizni mashriq yoki mag'rib tomonga burishingizda emas, lekin yaxshilik kim Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, payg'ambarlarga iymon keltirsa va yaxshi ko'rgan molini qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, vatangadolarga, tilanchilarga, qul ozod qilishga bersa, namozni qoim qilsa, zakot bersa, ahd qilganda ahdiga vafo qiluvchilar kambag'allik, qiyinchilik paytida va shiddat vaqtida ham sabr qiluvchilarga xosdir. Ana o'shalar sodiq bo'lganlardir, ana o'shalar taqvodorlardir. Baqara surasi 177-oyat.